Baqo'taman Jaloliddin akaning uylari, Baqo'taman Murodilla akaning uylari. Bu xonadonimizda qo'shnilarning o'rtasida man devor yo'q ekan. Yana qanaqa joylarda shunaqa devor yo'q. Qo'shnilar bir-biriga ovqat berishar, salom alaykum qilib turishar. Qarindosh urug'larda ham oqibat qolmay, aka-ukalar ham devor uraveradi. Lekin betim bunaqa emas ekan. Xo'p, bu ko'rib turgan naveslaring shunaqa zo'r chiroyli holatda qildirishgan ekan. 130 ming so'mdan boshlanib 1 million 200 ming so'mgacha chiroyli holatda qilib berishar. Bu ko'rib turganimiz 350 ming so'mdan kvadratini chiroyli qilib berishgan. 13 metrga 7 metr, o'pchi 91 kvadrat bo'lgan. Narxlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Eng asosiysi ish juda ham sifatli bo'lgan. Qaranglar. Shunaqa qimmat mashinalarni ham bemalol navestayda tursa bo'ladi. Undan tashqari bolalar o'ynab yuradi va so'rlar ham turaveradi va ichkarida remontlaringizga umuman ta'sir bo'lmaydi. Mana ayvon ham ichkarilar issiq turadi, yomg'ir qorda anchagina remonti uzoqroqqa yetadi. Shu tomonlari bor plyuslari. Ustakalarimiz ponni hamma yoqqa chiroyli holatda xizmatlar qilib berishar ekan. Kraskalari devo kraska bo'ladi. Bemalol art ishlasalar ham bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Ravshan Medon olimsalar chiroyli qilib berishadi. Bu 350 ming so'mdan tayyor qilib berilgan.